shunaqa ilik solingan tandir somsani qavatlar qisir qiladigan qilib duxovkada tayyorlaymiz. Yarim litr suvga 2 osh qoshiq tuz, bitta tuxum, 1 kilocha un solib, sal qattiqroq xamir qolib olamiz. Keyin to'rga bo'lib tindirib qo'yamiz. Men bir savobli ish qilaydi. Korzinka govdan shunaqa ekson qutilarini takas qilib qo'ydim. Ichida ro'zg'orga eng kerakli mahsuloti bor ekan. Narxi 99.990 so'm. Yana korzinkadachi 100 ming, 200 ming, 500 ming va 1 millionlik sovg'a kartalari bor ekan. Ehsontalab odamlarga bersanglar, shu summaga loyiq narsalarni o'zlari tanlab olishadi. Tingan xamirimizni ikkitadan qilib tez-tez yoyib olib, 200 gram sariyog' yoki margarin, 100 gram oq yog', 100 gram o'simlik yog'i solib, eritib, har bir qavatga sovib turgan yog'larni surib olib, 4 qavatda bitta qilib o'rab olamiz va yaxshilab qotmaguncha xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni juvalachala kesib olib, xamirni chiroyli qilib juvalab olib, qiymadan solib, ustidan ilik qo'yib, shunaqa chiroyli tomchi shaklda tugib olamiz. Somsani orqasini tuxumni oqiga botirib olib, duxovkada qizib turgan liskga yopishtirib taxlab olamiz. Somsani orqasi liskga yaxshilab yopishib, ustalari qotib, sal qizarish boshlaganda liskni shartta o'girib orqasini qo'yib qo'yamiz. Qaranglar, somsalarning ko'rinishini xuddi tandirda pishib chiqqanday. Bismillah. Bay, xamirlari qisir. Tandir somsadan hech ham qolishmaydi. Juda mazali. Bolam, mana shu narsalarni men aytgan odamlarga olib borib bir xursand qilib kelgin. Xo'p bo'ladi buvijon. Baraka topgin.